Agar siz bugungi kunda birovning erini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, u bilan qayerdir munosabatingiz bo'lsa yoki ikkinchi ayol bo'lib yashayotgan bo'lsangiz, bu faqat va faqat sizning tanlovingiz. Bu sizning istagingiz, bu sizning tanlovingiz. Erkak sizni bunga majburlolmaydi. Agar siz yo'q desangiz, sizni hech kim ikkinchi bo'lishga ham, uchinchi bo'lishga ham majburlolmaydi. Faqatgina o'zingiz buni istaganingiz uchun, xohlaganingiz uchun bu narsaga xo'p deysiz. Ana endi ikkinchi masala. Siz o'zingizga shu narsaga ruxsat berishingiz. Ya'ni o'zingizga ikkinchi xotin bo'lishga, o'ynashga ruxsat beryapsiz. Nega bunaqa deyapman? Tushuntiraman. Jahlingiz chiqmasligi uchun. Qachonki siz agar o'zingizga bekinib yashashga, sizni bekitib yashashlariga ruxsat bersangiz va sizni na xotiniga aytmagan siz haqingizda sizni borligingiz yoki sizning borligingiz haqida na ota-onasi bilmaydi. Tabiiyki sizning ham qayerdir qarindosh urug'ingiz bilmaydi va sizlar bekinib yashayotgan holatda bu istamang bu ikkinchi xotin degan darajani sizga bermaydi.